Meni hayomim shu javonlarga ketib xorijlarga minnat eshitadi, so'kish eshitadi. Har ish bo'lsa, men mana shu sharqda shu yo'lga ketdim, 4 ta vatanimda shu yo'lga nima qilaman, oldimga yig'imman, nom berib o'tiraman mana shu yo'lga. Men bir katta nimani mana shu yo'lga fikr qilib mana shu katta bir tijoratdir. Qo'yin og'amiz yaxshi yaxni pishiradilar. Sovuq havoga juda poriydi odamga. Ertang bilan tomondan lochra bilan yesangiz juda mazali bo'lib qoladi. Kasoniki javonlarga aytadi, men masalan sharm qilaman yo xijolat qilaman, hech vaqt xijolat qilmasam. Masalan, kishvarlar xorijga, Olmoniya, Turkiya, Amerika har joy ham bo'lsa, bizlarga bir nisbati xorijiy yoki nisbati bir korigar tanlaymiz. Yes. Xizmat vatandoshlarga men o'tim Ahmadbekdi. Bir tanaz yaxni Purushoye Sharizebo'y maymonamanki, garchi men oldimga va har viloyatlardan men oldimga nafar keladi. Misli Mazori Sharif, viloyat Herot va degan joylardan ham shunday aslan ko'p do'stlar keladi men oldimga. Men maymonaga tug'ilganman va maymonaga katta bo'libman. Ota buvamiz ham shu maymonaga katta bo'lgandi bizlarni. Bu ishni men shuru qilganim 2,5 oy bo'ldi. Ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Vali shukr, alhamdulillah, bu Xudovandan lutf qilganki, men bilan shoyat masalan u insonlarga o'ynil bo'ladi, yaxshi qurishlik qiladi. Undan ko'proq men bu yerga xaridib masalan nima qilaman, qurushot qilaman. Inson boyat avvalisi mahbub bo'lsa, mashhur bo'lar, mardumning qatiga hech ahamiyati yo'q. Har inson mashhur bo'lar, bo'l mahbub bo'lar, mardumning qatiga ko'p bir yaxshidir. Shuni hamisha odam yuragiga qoladi. Va mening mahbubiyatlim shuki, mardumning qatiga xohlayman hamsha musharimga kelib o'tiradi. Boyat avval tamom joyda tamiz qilsam, undan so'ng musharimni yaxshi raftor qilib va safoti majoziga mutmain bo'lingki, masalan men 10 darsadagi bu joydan bo'lmasam 90% safoti majozda mardimga eshittirmanki, mana shunday bir yaxshi narsani shu joyga keltirman, sizlar kelib shundan lazzat topinglar va masalan shunday istifoda qilinglar deb. Men avval Safoy TikTokga 53,000 followerim bor edi. Safoy Facebookga 25,000 followerim bor. Bir dona YouTube ochib qo'yman, albatta unga faoliyatim yo'q, bir dona video tayyorlab qo'yman. Xo'p. Kasoi ki shabaka ijtimoiydan istifoda qiladi, biron vaqt suiistifoda bo'ladi. Bularga nima aytilishingiz bor? Nima raqam faoliyat qilsak to'kisha safot ijtimoiyni joygosi hifz bo'lsa? Safot ijtimoiy misli bir bu atomdaydi. Har kim yaxshi istifoda qilsa, yaxshi yo'lga ketadi va kuchiklarini, ya'ni kuchiklarini tugma bilan nima bo'ladi? Inson Xudoyna karda masalan beobro, beizzat bo'lib, safot majozlar bilan chiqib ketadi. Inson xohlasa-ki, masalan men mashhur bo'laydi, masalan bo'lsa, mardumga ona qo'rni so'ksa, yo mashhur bo'laydi, borib qamparastlik qilsa, mashhur bo'laydi. Duraz masalan 4 tani nimasini ko'tarsa, masalan aksini ko'tarib so'ksa, bu ishlar bilan hech kim ijoki eshitgani yo'q. Agar xohlasalar, muvaffaq bo'lsalar, bas yaxshi yo'ldan pesh kelsalar, insoniki yaxshi yo'ldan pesh kelsa, ham shay qoladi. Meni hayomim shu javonlarga ketib xorijlarga minnat eshitadi, so'kish eshitadi. Yo masalan har gapiki bo'ladi xorijga bizda uncha tesir chiqara olmaymiz. Shularga bu payomim borki, qo'yish qilaman. Kelinglar shu vatanga har ish bo'lsa. Men mana shu sharqda shu yo'lga ketdim, 4 ta vatanimda shu yo'lga nima qilaman, oldimga yig'imman, nom berib o'tiraman mana shu yo'lga. Men bir katta nimani mana shu yo'lga fikr qilib mana shu katta bir tijoratdir. Va payomim shuki, qilasizlar. Mana shu yo'lga behtarin ishni qila olasizlarga qilaman desanglar. Bir insoniki xohlasa bir ishni qilaman desa va bir ishni peshga eltaman desa, o'sha ishni qila oladi. Agar qilmayman desa, uni bilan undan sonra har joyga kelsa, o'sha shvalay qorish kelsa, o'sha qila olmay ko'rmaysizlar. Masalan, shu kunlar marzi Turkiya, marzi Eronga masalan aruz bam go'sht deylar, vente deylar. Marzi Turkiyaga qarang, shundoq bachani ko'rdingizki, oyog'i masalan yaquribdi yo masalan degan vatanlarimiz shundoq bo'lib yotibdi. Marzi Yunonga shundoq g'arb bo'larlar daryoga. Umidvormanki, bir o'zi bo'lsa shu vatandoshlarimiz shu ishlardan chiqmasa, shu joyga bir ishi forvordi besh yilsaki biz ham qo'shib olamiz. Nima olmoqsiz? Qo'yin og'amiz yaxshi yaxni pishiradilar. Sovuq havoga juda poriydi odamga. Ertang bilan tomondan
lochra bilan yesangiz juda mazali bo'lib qoladi. Ham yaxnilari yaxshi desangiz, ham juda mazali so'tallar, siyodona va hamma narsa tayyorlar, ham o'zlari yaxshi yigit. Endi bu kishini biz intihob qilganmiz, xotirasi ham shu narsaga ko'p bir pok tamiz asraydilar. Hamisha tamom joylari pok tamiz, shu uchun shu kishidan ertaga tomondan aksaran kelib yaxnaymiz. Neshijon sizga? Avvalin tijorat biznesga katta kichkinaligi bo'lmaydi. Mana shu bir tijoratda. Buni avvalin harakati va axloqi odam tuzatsa, va raftori mushtarini tuzatsa, mushtarni nima raqam raftori narim kelsa, Xudo Ramazon hamma narsadan barxurdordi. Axloqdan va safokorlikdan, tamizkorlikdan, mushtari bilan yaxshi raftor qilishdan ijtimoiy kambutot yo'qnamoqda. Kasoniki javonlarga aytadi, men masalan sharm qilaman yo xijolat qilaman, hech vaqt xijolat qilmasam. Masalan, kishvaro xorijga Olmoniya, Avstriya, Amerika har joy ham bo'lsa, bizlarga bir nisbati xorijiy yo nisbati bir koriger tanlaymiz. Qilolamiz o'z mamlakatimiz, o'z kishilarimizga mana shunday kattaroq emas, kichkinaroq biznes yapib, mana shunday bir ishlarni tuzib yashasak. Va uchun o'rnida iftixor qilsak, joyga bizlar tijorat qilishimizga iftixor qilsak, iftixor tajriba bersak, iftixor qilsak ishimizga. Bir luqma non halol shu yerdan xonadonimiz ichiga masjiddan masjidga borib Ahmad Parijon, nima ketiribsan bozorga? Xo'p, puchaklaring nimadan tuzalgan aytib berqani? Boshqa nimadan tuzalgan? Boshqa kam kachorsan. Ro'zona nechta sotsa ukajon? Rozana sotam 30 daqiqa. 30 daqiqada sotsan. Xo'p, buni uyda pishirib beradilar senga. Yashogir. Shogirdsan. Qancha beradi senga ro'zona? Menga donasidan 2 beradi. Xo'p. Habrá que ir dos boxes para vos. Luego se empieza a hacer. Si se vuelve a dar ya.